Salom, mening ismim Jaju. Men Andijonda yashayman. Men bu voqeani uzoq vaqtdan beri bo'lishmoqchi edim. Men opa-singillarim orasida ikkinchi kattasiman. Mendan katta bo'lgan opam 18 yoshda. Mening hikoyam esa 11 yoshimda sodir bo'lgan. Biz oddiy oila edik. O'sha paytda onam homilador edi. 9 oylik homiladorlikdan so'ng onam yangi tug'ilgan singlimni dunyoga keltirdi. Men kasalxonaga keldim. U juda yoqimli. Afsuski dadam uni shaxsan ko'ra olmadi, ammo men video qo'ng'iroq orqali ko'rsatdim. Dadam esa o'zini ushlab tura olmadi. U boshqa mamlakatda ishlayotgandi. U singlimni ko'rib juda ham quvonib ketdi. Onam davolanishdan chiqqanidan qo'shnilar uni tabriklash uchun kutishgan edi. Onamning akasi amakim biz bilan yashayotgan edi. Bayram paytida oyimning oldiga bir kampir keldi va uni tabrikladi. Oyim uni tanimas edi. Biz ovqatlanib bo'lganimizdan so'ng hammamiz birgalikda soat 10 da uxlash uchun yotdik. Men esa tungi soat 3 da uyg'onib ketdim. Hojatxonaga yurayotganimda onamning xonasida bir kishining soyasini ko'rdim. Bunga unchalik ahamiyat bermagan edim. Ehtimol amakim bizni tekshirayotgandir deb o'yladim. Hojatxonadan chiqqanimda amakim kimnidir polga yotkizib juda ham qattiq do'pposlayotgan edi. Amakim menga "Xonangga bor, chiqma u yerdan" deb baqira ketdi. Amakim esa politsiyachilar kelgandan so'ng nimalarnidir ular tashqarida gaplashib muhokama qilar edilar. "Xonangga borib yotib uxla, Jaju. Amaki, kecha tunda nimalar sodir bo'ldi?" Men suv ichish uchun tashqariga chiqdim va chaqaloqni o'g'irlayotgan bir kimsaga ko'zim tushdi. So'ngra uni darhol urib, uning qo'lidagi chaqaloqni oldim, dedi amakim. So'ngra ular qattiq mushtlashgan. O'sha paytda esa men hojatxonadan chiqib qolgan ekanman. Bir necha daqiqadan keyin esa politsiyachilar uyimizga keldi. Amakim eshikni ochdi va politsiyachini ko'rib hayron bo'ldi. Ofitser bir narsa degach, amakim qotib qoldi. "Sizning uyingizdagi o'g'ri yollanma ekan. U kampirning ismi esa" edi. "Juliya degan ayol?" "Ha, o'sha onamizning tabriklagan ayol. U ayolning aytishicha, o'g'irlangan bola evaziga u katta mukofot pulini bermoqchi bo'lgan. Esa bolalarni sotish bilan shug'ullangan va kampir va o'sha erkak qo'lga olindi va umrbod qamoq jazosi berildi. Men esa har kuni singillarim va oilamizning tinchligi uchun ibodat qilardim. Hozir esa yoshim 17 da. Men esa sizlarga boshimdan o'tgan voqeani so'zlab berdim. Barchangizga xayr."